Menga hozir juda ham ko'p o'spirin farzandlarni olib kelishyapti. Hozirgi kunda murojaatlar to'g'ri, men xursand bo'laman. Farzandini holati haqida qayg'urayotgan onalar farzandi uchun, o'sha konsultatsiya uchun vaqt ajratishyapti, olib kelishyapti. Achinarli holatlar, farzand o'zini fikrini bildira olmaydi. Farzandda qo'rquv kuchayib ketgan, farzandda aybdorlik kuchayib ketgan. Buni sabablari o'z fikrini bildira olmaydi, ommaga chiqib gapira olmaydi, uyaladi, hayqadi. Buni sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi, farzand kelgan paytida u farzand juda ham ko'p kaltaklangan bo'ladi. U farzandni hech kim eshitmaydi, uni fikri hech kimga qiziq emas. Shu borada onalarga aytaman, хотя бы ovqat qilayotgan vaqtingizda turmush o'rtog'ingizdan so'raysiz, qaynonangizdan so'raysiz, lekin o'g'lingizga, o'sha qizingizga bugun nima ovqat qilsam ekan, sen nima deb o'ylaysan deyilganda farzand aytadi, demak onamga mani fikrim qiziq ekan deyiladi. Onalar farzandi fikri bilan qiziqishmaydi. Xuddiki undan so'rashsa u taltayib ketadi. Uni eshitsa u taltayib ketadi. Shunaqa qobiliyatli farzandlar bor. Internetni zo'r biladi, kompyuterni zo'r biladi. O'sha o'zini qiziqishiga yarasha ma'lumotlarni topyapti, lekin ona bunga quloq solmaydi. Chunki mani farzandim usta bo'lishi kerak. Mana shunaqa murojaat bo'ldi. Mani farzandim usta bo'lishi kerak. Adasi usta bo'lgan, dodasi usta bo'lgan, endi mani farzandim usta bo'lishi kerak. U bolani qiziqishi kompyuter sohasida programmalash bo'yicha u bolada haqiqatdan iqtidor bor. Men ocha olmayotgan o'sha Instagramda qaysidir holatimni shunda ochib ko'rib berdi oldimga konsultatsiya kelgan paytda. Endi aytibman u onaga, nimaga bu bolani majburlaysizlar usta bo'lishiga? Bu bola ertaga usta bo'lsa ham 1 yil ishlar, 2 yil ishlar, uzog'i ishlamaydi, kira qiladi. Aylanadi, u ishni ham to'xtatadi, kira qiladi. Shunaqa ko'p-katta erkaklarni olib kelyapti, 41 yashar, 42 yashar, men deyapti, men u ishga qiziqib ko'raman, men bu ishga qiziqib ko'raman, hech qaysi ishimni oxirigacha olib bora olmayman. Men analiz qilyapman, tushunib turibman. Nimaga? Chunki ota mana mana shu kasbda ishlaysan degan, o'sha kasb qilmaganmi? Endi ota tarafdan unga faqat qarshilik. Bu ish qilmading, sen hech qachon kosang oqarmaydi, seni hech qachon ishing o'xshamaydi dedimi? Bolaga xuddi o'sha programma kirdimi? O'zi xohlab, xohlamasa ham oshpazlik qilmoqchi bo'lsa ham 1,5 yildan oshiq qila olmaydi. Chunki ota programma kirgizaveradi. Sen bu ishni ham oxirigacha qila olmaysan, senda bo'lmaydi, senda o'xshamaydi. Bizani avloddan bunaqa inson chiqmagan, bizani avloddan ustalar chiqqan. Bizani avloddagilar usta bo'lish kerak. Yo'q, siz usta bo'lsangiz, sizning farzandlaringiz usta bo'lish kerak degani emas. Degani emas. Misol uchun men shunaqa insonlarni bilaman, haqiqatdan vrach, o'g'li vrach emas. O'g'li SMMni joyida qilib qo'yadi. Montajlarni joyida qilib qo'yadi. Siz farzandni tushunishingiz kerak, eshitishingiz kerak. U sizning avlodingizdan doktor chiqmadi yoki sizning avlodingizdan qassob chiqmadi, usta chiqmadi degani bo'ldi, avlodingiz tugadi degani emas. U oldingi holatda. To'g'ri, 3 ta o'g'il bo'lsa, 3 ta o'g'ilda 3 ta xislat, 3 ta missiyasi bor. Hammani o'zini missiyasi bor. Qaysidir farzand boshqaruvchilikda zo'r bo'ladi. Qaysidir farzand bajaruvchilikda zo'r bo'ladi. O'zingiz ham misol uchun rahbarsiz, kimnidir ishga olayotganingizda suhbat jarayonida bilasiz. Uni boshqaruvchimi, bajaruvchimi? Bajaruvchi insonlar bor, pulni ham zo'r topadi. Qayerdadir ish buyursangiz joyida do'ndirib keladi. Ba'zi bir yigitlar bor, haqiqatdan ularda boshqaruvchilik qobiliyati bor. 10 ta odamni ulpat qilib yig'a oladi, 10 ta odamni ulpat qilib toqqa bora oladi, 10 ta odam bilan majlis qila oladi. Mana shunaqa holatlarda onalar birinchi bo'lib e'tibor qiladigani farzandni boshqaruvchimi, bajaruvchimi? Mana shuni o'zida ham bilinadi. Sen usta bo'lishing kerak, sen bunaqa bo'lishing kerak. Hop, mana o'sha boya gapimni davom ettiring. Bir farzand olib kelishdi, usta bo'lishing kerak deyapti. Lekin bola men usta bo'lmayman degan, o'zini o'zi zararlagan, o'sha sexga borib turib, qo'lini stanokka atigidan uzgan. Mani mash kasb qildirishmasin deb. Tushunyapsizmi? Bu qanchalar ayanchli. Endi u bolani mashg'ulotga kelib qoldi, jinni emasmikin, unaqa emasmikin deb psixologga olib kelishyapti. Lekin u bola bilan gaplashsang, u bolani sohasi uyamas, qiziqishi uyamas. Bu borada ota-ona uni qiziqishi bilan tanishib ko'rish kerak. Misol uchun, endi ulg'ayayotgan bolalar hozirgi paytda treyderlik qilmoqchi bo'ladi yoki SMM yoki boshqa yo'llar bilan pul topish xohlaydi. Yengil yo'l bilan xohlayapti deyshadi. Hop, yengil yo'l bilan bo'lsa ham miya ishlaydi-ku, ko'z ko'radi-ku.
u faqat ustachilik qilsa, faqat aniqda slesarlik qilsa, mashina tuzatsa, u haqiqiy erkakning ishi deyilmaydi. U bolaga Alloh bergan qobiliyati bor. Shuning uchun men bu ishni qilib ko'rmoqchiman. Qilib ko'r. Men buni qilib ko'rmoqchiman. Qilib ko'r bolam. Qaysini tanlasang, men zama. Qaysini uddalasang, men ishonaman. Buni qilib ko'r, buni qilib ko'r. Chunki o'zimiz ham bu darajaga yetguncha nima kasblarni qilib ko'rdik. Lekin Alloh bergani bor. Agar sizga Alloh bergan haqiqiy qalb kasbingiz bo'lsa, ana o'shanda Alloh baraka berib qo'ygan. Qilib keta olasiz, uddalab keta olasiz. Lekin mana shunaqa zo'r oshpazlar bor, anta kira qilib yurgan. Mana shunaqa zo'r slesarlar bor, anta kira qilib yurgan. Nimaga? U o'zini qobiliyatini ocha olmaydi. Ota tarafdan, ona tarafdan bosim. Faqat bosim bo'lgandan keyin qo'y tinchgina ko'chaga chiqib ketay, ko'chada bugungi arendamni topsam ham deb chiqib ketgan insonlar bor. Bolalarni zamkunutli bo'lib qolishi, bolalarning o'zini fikrini bildira olmasligi, buni sabablari u bolani fikri bilinmayapti. Xo'p, bunda nima qiladi ona? Onalarga maslahatim, farzandingiz 3 yashar, 5 yashar, 6 yashar, xo'p, yoshidan qat'iy nazar bizning onalar nima qilishadi? Ovqat qilib turishgan bo'lsa, "Oyi, nima qilyapsiz?" deb eshik ochgan paytida, "Ko'ryapsan-ku, ovqat qilyapman" deyiladi. Bo'ldi, bola tushunmay qoladi. Bu yerda janjal bo'lyaptimi, ovqat bo'lyaptimi? Xo'p, siz tumacha qadab o'tiribsiz, aziz ona, tumacha qadab o'tiribsiz-da, "Ona, nima qilyapsiz?" desa, "Mana mashlarni uzib tashlagansizlar, yirtib tashlagansizlar, tikyapman" deydi. Ana o'sha momentda ona nima qilish kerak? Qani qarachi, men nima qilyapman? Bola sekin miyasini ishlatishni boshlaydi. "Ha, tumacha qadabyapsizmi?" deydi. "Qara nima qilyapman?" degan savolni bersa, bolani fikrlashi o'sadi. Ovqat qilyapsizmi bilib turibdi bola, lekin sizga savol beryapti. Nima qilyapsiz deb. O'sha momentda bolaga savol bilan murojaat qilish kerak. Ana o'shanda bola zamkunutli bo'lmaydi. Kelgan dasturxonning tepasida bolani suhbatlarga aralashtirib eshitish kerak. "Senga gapirish kim qo'yibdi? Gapirma." Bo'ldi. Bola, "Demak, gapirishim xato" deydi. U do'stlariga qo'shila olmaydi, fikrini bildira olmaydi, gap-gashliklarda ham yoki ulg'aygan sari o'qishda, universitetda bir chekkada yuraveradi. "Bitta o'zim yaxshi ekanman" deydi. Chunki uni uyda gapirishga ruxsat berilmadi. Onalar bosh farzandmi? "Gapir bolam, seni fikring qanaqa?" Oddiy ovqat yoki kiyim olib bergan. "Sen o'zing qaysi rangga xohlarding? Senga qaysi rang yoqadi?" Juda ham suhbat topa olmasangiz, "Qani bolajonlarim, kim nimaga qiziqadi? Kim nimani yaxshi ko'radi? Sen qanaqa rang mashinani yaxshi ko'rasan?" Bola bilsin o'zi qanaqa rang mashina yaxshi ko'rishini. "Sen qanaqa meva yaxshi ko'rasan?" Bola o'zi tanisin. Hozir ko'pchilik farzandlarni olib kelishganda bola fikrini bildira olmaydimi? Nimani yaxshi ko'rishini ham bilmaydi, qo'rqadi. U ertaga borib kiyim tanlay olmaydi. U ulg'aysa kasb tanlay olmaydi. Ulg'aysa turmush o'rtoq ham tanlay olmaydi. Tanlovi bo'lmaydi unaqa farzandlarni. Shuning uchun ona suhbat jarayonida "Senga qanaqa rang yoqadi? Senga qaysi brend yoqadi? Senga qanaqa meva yoqadi? Senga qanaqa fasl yoqadi?" Bola tanisin. Inson o'zi tanisa, atrofi tanishni boshlaydi. Bitta murojaat bo'lgan, u qiz bola bo'lgan. Yosh qizimiz 15-16 yashar. O'sha maktabni bitiradigan payti onalari olib kelyaptilar menga. Qora ro'mol o'raydi, qora kiyim kiyadi, haftalab uydan ko'chaga chiqmaydi. Umuman chiqmaydi. Bizga chiq desak ham chiqmaydi. Faqat uyda o'tiradi, nonga chiqasak ham chiqmaydi deb ona olib keldilar. Biza konsultatsiya jarayonida suhbat qildik. Birinchi kun ochilmadi. Rasm chizib qo'ygan. Rasmning bir joyida haykal bor. Daraxt bor. Daraxtni tagida boshini egib turgan yana bitta haykalcha bor. Men farzandlarga rasm chizdirib tahlil qilib bera olmayman-da. Tahlil qilamiz o'zi ichki holatini. Keyin 2-chi, 3-chi konsultatsiyada qizimiz ochildi. U qizimiz bola bo'lgan, farzand bo'lgan, o'yinga, kulgiga qiziqqan paytda uni hech kim eshitmagan. Endi shetda xatolik o'tganki, ota bilan ona ajrashgan. Ota bilan ona ajrashdi, ona tashab ketildi. Bola onani tashab ketilgan holatini ko'rdimi? Onani kechqurun yig'layotgani, xafa bo'layotgani, puldan qiynalayotgani, har xil holatlarni ko'rdimi? Endi u qizimizda nima shakllandi? U qizimizda endi ona xafa bo'lgandan keyin qaysi ona farzandiga zo'r gapiradi? Boladan alamini oldi, mana salla yaxshi bo'lganlaringda, men yaxshi bo'lganimda ading tashab ketmas edi, unaqa edi, bunaqa edi dedimi? Bolada nima ekildi? Bo'ldi.
tug'ildi-yu o'ldi degan bo'ladi-da. U farzand demak bizani yashayotganimiz xato, ulg'ayayotganimiz xato, qiz bolaligim xato, ayolligim xato bo'ldi. U yashashga, maqsad qo'yishga, qiziqishga, birovga qo'shilishga, fikrini bildirishga umuman to'xtagan. Ba'zi bir holatlarda men aytaman, ajrashmoqchimiz, hech kimga men ajrimga maslahat bermayman. O'zimni sohamdan kelib chiqib. Bunda men turmush o'rtog'iga, u zavjasiga hech kimga achinmayman. Men farzandlarga achinaman. Chunki ko'pchilik farzandlar o'sha zamkunutli bo'lib qolishi, bir chekkalada yurishi, o'ziga bo'lgan ishonchini pastligi, meni otam yo'q-ku, ota-onam ajrashib ketgan-ku, ular onamni puli yo'q-ku, qanaqa qilib meni o'qitadi? Onamni puli yo'q-ku, qanaqa meni kurshovga olib boradi? Onamni holati yaxshi emas-ku, meni o'sishim uchun qanaqa u menga dalda bera oladi? Meni otam tashab ketgan-ku, ertaga meni kim kelin qiladi degan programmalarda o'zini o'ziga bitirgan haligi qizda. Unga aytayapman, u Adelani tashab ketgani sizlarni aybinglar emas. Seni o'qishga bora olmayotganing oyingni ham aybi emas, seni ham aybing emas. Buni hammasini yo'li bor dedik. Bir oy muddat ichida qatnadi, keyin o'zini qiziqishi bo'yicha kurslarga yozildi. Mana ishlasa bo'ladi. Hamma muammoni yechimi bor. Ona bilan baravar ishladik, lekin qizimiz hayotga qaytdi. Onani beoyov kaltaklanishi holatida ham bunaqa ayanchli holatga kelib chiqadi. Chunki ota jahl ustida kelib onani kaltaklaydi. Farzandlar e'tibor qilsanglar, burchak-burchaklarda mo'ralab turadi. Demak, deydi, jazolanish kerak ekan. Bu hayot shunaqa ekan. Faqat jazo olish kerak ekan deydi. Bola endi yig'lamoqchi bo'lsa, gapirmoqchi bo'lsa, u kaltak yegan ona bolani darrov quchoqlab yaxshi gapirib ketmaydi. Yum, gapirma. Og'zingni yum dedimi? Bo'ldi, bola hissiyotlarini bekitishni boshladi. U xursandchiligini ham bildira olmaydi, nima xohlayotganini ham bildira olmaydi, qiziqishini ham bildira olmaydi, xohishini ham bildira olmaydi. Shunaqa holat bo'ladiki, qornini ochganini ham bildira olmaydi. Shu darajada yopilib ketaveradi. U endi qanaqa qilib nima kasbga qiziqqanini etsin, qanaqa qilib o'rtoqlari bilan xushyorligini eta olmaydi. Endi bu birinchi holatdagi, ikkinchi holatdagi farzandlar mashkaltay zarbalardan keyin o'ch olish programmasida katta bo'ladi. Men shunaqa bo'lamanki, hali bunga ko'rsatib qo'yaman. Hali otamga ham ko'rsataman, onamga ham ko'rsataman deydi. Ayni shunaqa farzandlardan yo bir ishkal, haqiqatdan nima deydi, zo'ravonlar chiqishni boshlaydi, yoki-da haqiqatdan zamkunuti farzandlar ulg'ayishni boshlaydi. Endi sekin-sekin ochsa bo'ladi, lekin mutaxassis kerak. Mutaxassis kerak. Misol uchun siz farzandingiz faqat aybini ko'rasiz. Ayb qilgan bo'lsa, faqat aybini ko'radi, o'shani ushlab oladi onalar. Lekin u farzandni Allohning ne'matligini, sizga ham uni Alloh ne'mat qilib berganini tushunilmaydi. Farzandlar uch holatda beriladi. Ne'mat qilib beriladi, sinov uchun beriladi, jazo uchun beriladi. Agar siz u farzandni faqat jazo uchun qabul qilsangiz, jazolanasiz. Farzand orqali jazolanasiz. Shuning uchun men onalarga ko'p duo qilinglar, farzandga ishonch beringlar. Ne'mat qilib bergan. Qachonki siz u farzandni ne'mat qilib qabul qilsangiz, haqiqatdan ne'mat bo'lib beradi.